Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 11-sinf darsligini boshlaymiz. Bu ilm berish agentligidan, ya'ni bizlar ustozlar bilan kelishgan holda sizlarga tarix darsini o'tishga qaror qildik. Men sizlarning o'qituvchingiz bo'laman. Xo'p, bugun sizlar bilan 11-sinf darsligida, ya'ni kitobida 2-mavzuga keldik. Xudo xohlasa inshaalloh hammasini yopamiz. Birgalikda bu sertifikatlarni olamiz. Sizlarga o'zim yordamlashaman sertifikat olishlaringizga. Qo'shimcha ma'lumotlar beraman. Bundan tashqari mavzularni yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Siz diqqat e'tiboringiz bilan faqat meni tinglab o'tirsangiz bo'ldi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. 2-paragraf eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari. Ya'ni eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari bo'ladi. Odam qanday paydo bo'lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy, dunyoviy naqllar mavjud bo'lib, biz bu masalani ilmiy asosda antropologiya va arxeologiya ma'lumotlariga tayangan holda o'rganamiz. Antropologiya va arxeologiya. Yer yuzida dastlabki odamlar xatti qomatini tik tutib yurgani, mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilgani uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan. Yer yuzida dastlabki odamlar qaddi-qomatni tik tutib yurganligi uchun hamda mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilganlari uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan. Olimlar turli mintaqalarda o'ta sodda tosh mehnat qurollar yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini topib o'rganganlar. Olimlarimiz turli mintaqalarda o'ta sodda tosh mehnat qurollarini yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklarini qoldiqlarini topib o'rganganlar. Jumladan Janubiy Afrikadan Avstralopitek, Sharqiy Afrikadan Zinj vodiysidan Zinjantrov, Yava orolida, ya'ni Indoneziyadan Pithecanthropus, Yava orolidagi Indoneziyada bu bizada Pithecanthropus deganmiz. Xitoy hududidan esa Sinantrop, shuningdek Germaniyadan Neandertal va Fransiyadagi Cro-Magnon g'oridan esa hozirgi qiyofadagi odam, ya'ni Cro-Magnon suyaklari topilgan. Xo'p, qarang, bitta odamlarni yana saraymiz. Janubiy Afrikada Avstralopitek, Sharqiy Afrikada Zinj vodiysidan Zinjantrop, Yava orolidan, ya'ni Indoneziyadan Pithecanthropus, Xitoy hududidan Sinantrop, shuningdek Germaniyadan Neandertal va Fransiyadan Cro-Magnon hozirgi odam, ya'ni Cro-Magnonlar qiyofadagi odamlar topilgan ekan. Yer yuzida iqlim iliq davrlarda odamlarning makonlari kichik daryolar yoki buloqlar yaqinidagi tepaliklarda joylashgan. Ilk paleolitning oxirlariga kelib, buyuk muzlik davri boshlangan. Ilk paleolitning oxirlariga kirib, paleolitning oxiriga kelib, buyuk muzlik davri boshlandi. Ibtidoiy odamlar o'ta qattiq sinovga duch keldi. Bu hol odamlarning yangicha turmush sharoitiga moslanishga undadi. Bunday paytda kuchlilargina yashab qolgan. Xo'p, eng qadimgi odamlarning mashg'ulotlari haqida gaplashsak. Tarix fanida eng qadimgi odamlar ibtidoiy odamlar deb ataladi. Ularning makonlari Afrika, Osiyo va Yevropaning ko'pgina hududlarida topilgan. O'rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari Farg'ona vodiysidagi Selungur makonidan va Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq manzilgohidan ham topilgan ekan. Xo'p, O'rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari Farg'ona vodiysidagi Selungurdan va Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq manzilgohidan ham topilgan. Bular qo'pol tosh qurollari bo'lib, ularning bir tomoni o'tkir urib o'ldiradigan va arxeologiya fanida bu tosh qurollar cho'pperlar deb nomlangan. Arxeologiya fanida mehnat qurollari odamlarga yegulik topish uchun kerak bo'lgan. Dastlabki mehnat qurollari sodda edi. Uchi o'tkirlangan tosh va tayoq bilan qurollangan odam hayvonlarni ovlagan. Uchi o'tkir tayoq yordamida o'simliklarning iste'moliga yorug'li ildizlar va ildiz mevalarini olib olganlar. Tabiatimiz insonga nimani inom etsa, odam shuni olgan, topgan yeguligi bilan qanoatlangan deydi. Xo'p, shuning uchun ham kishilarning eng qadimiy mashg'uloti bo'lgan termachilik va ovchilik o'zlashtiruvchi xo'jalik deb ataladi. Shuning uchun kishilarimizning eng qadimgi mashg'uloti bu termachilik bilan ovchilik bo'lgan. U o'zlashtiruvchi xo'jalik deb nomlangan. Bo'ysun tog'larida topilgan teshik tosh g'ori
o'rta paleolit davri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi ekan. Bo'ysun tog'laridan topilgan, ya'ni Bo'ysun tog'laridan topilgan Teshiktosh g'ori, Teshiktosh g'ori o'rta paleolit davri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi ekan. Ya'ni Bo'ysun tog'laridan topilgan Teshiktosh g'ori o'rta paleolit davri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi. Teshiktosh g'oridan tosh qurollari va ularning parchalari, tog' echkisi, kiyik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilar, shuningdek qushlarning suyaklari topilgan. Teshiktosh g'oridan nima topilgan? Teshiktosh g'oridan tosh qurollar topilgan, ularning parchalari topilgan, tog' echkisi topilgan, kiyik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilar, shuningdek qushlar suyaklari ham topilgan. Teshiktosh g'oridan topib tekshirilgan tosh asriga mansub 8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari eng mashhur topilmadir. Teshiktosh g'oridan topib tekshirilgan tosh davriga, tosh ya'ni asriga mansub 8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldig'i topilgan ekan. Bola jasadi qabrga ko'milgan, jasad atrofiga tog' echkisi shoxlari qadab chiqilgan, murdaning dafn etilishi dastlabki diniy e'tiqodlar bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni keyingisi diniy e'tiqodlarning vujudga kelishi, ya'ni ularda ham diniy e'tiqod vujudga kelgan. Mehnat faoliyati, tevarak olam haqida to'plangan bilimlar asta-sekin insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o'zgartirib bordi. Odamlar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan hodisalar haqida o'ylay boshladi. Kun bilan tun, yil fasllarining almashinishi, vulqonlar otilishi, yer qimirlashi va boshqa tabiat hodisalari odam e'tiborini o'ziga tortgan. Ana shu hodisalarning sabablarini tushuna olmagan inson momaqaldiroq, yashin, shamol, yomg'ir kabi tabiat kuchlariga sig'ina boshlagan. Ularni bitta katta kuch deb shularga sig'inishimiz kerak deb sig'ina boshlaganda, ovchilik va termachilik rivojlangan davrda inson o'zini tabiiy muhitdan hamda o'rab olgan hayvonot va o'simliklar olamidan ajratmagan. Ovchilik va termachilik rivojlangan davrda inson o'zini tabiiy muhitdan hamda o'rab olgan hayvonot va o'simlik olamidan ajratmagan deydi. U tabiatni jonli deb hisoblagan ekan. Odamlar tabiatdagi turli hodisalar negizida g'ayritabiiy kuchlar yashiringan deb o'ylaganlar. Ular ana shu kuchga e'tiqod qilishgan, ya'ni sig'inishgan deydi. Bu paleolit davridagi manzilgohlar. Mana rasmga qarasanglar, Selungur degan Farg'onada. Teshiktosh g'ori topilmalari mana boya aytdik-ku. Quyonlar, kiyiklarning suyak qoldiqlari hammasi topilgan. Odamlar guruhi jamoasining biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish totemizm deb ataladi. Odamlar guruhi jamoasining biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish totemizm deb ataladi. Odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e'tiqod fanda animizm nomini olgan. Ya'ni odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e'tiqod fani bu animizm. Qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo qazoni bartaraf etishiga ham e'tiqod qilganlar. Bu e'tiqod fetishizm deb nomlangan. Fetishizm. So'nggi paleolit davrga oid g'orlar devorlariga topib tekshirilgan rasmlar va qadimgi odamlarning diniy tasavvurlarini to'g'risidagi hikoya qiladi ekan. So'nggi paleolit davrida g'orlar devorlarida topib tekshirilgan rasmlar bilan qadimgi odamlarning diniy tasavvurlari to'g'risida hikoya qiladi. Bunday rasmlardan eng qadimiylari Ispaniyadagi Altamir, Fransiyadagi Lasko, Boshqirdistondagi Kapova g'orlaridan topilgan. Odamlar mazkur rasmlar bo'lajak ovda ularga yordam beradi deya ishonishgan. Rasmlar qarshisida hayvonlar harakatlariga taqlid qilib raqsga tushishgan. Rasmga tushishgan. Ov manzaralarini tasavvur keltirishgan. Nayza uloqtirishni mashq qilishgan. Qadimgi rasmlar qimmatli tarixiy manbalardir. Ular inson nimalar haqida o'ylagani, tevarak dunyoni qay yusinda tasavvur etgani, qaysi hayvonlarni ovlagani, qanday mehnat qurollari va qurol-yarog'dan foydalanganini bilib olish va tushunishga yordam beradi ekan. Odamning o'zini qurshab turgan tevarak olamini tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san'at rivojlanishi uchun asos qismat bo'lib
xizmat qiladi deydi. Ya'ni bu yerda aytayotgan gapi odamning o'zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi, ya'ni odamning o'zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san'atlar rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan ekan. Mana bu yerda o'q-yoy bilan ov qilish tasviri. O'q-yoy bilan otilishi. Qadimgi rassom bu, toshlarga chizgan Neandertal bola bu teshik toshdan topilgan. Ya'ni boya aytganimizdek bitta повтор qilamiz. Ispaniyada Altamir, Fransiyada Lasgo, Boshqirdistonda Kapova g'orlaridan topilgan. Bu bunday rasmlarda, xo'pmi? Xo'p, shu bilan bu yerda bor ekan mana bunaqa g'or devorlaridagi rasmlardan eng qadimiylari Ispaniyadagi Altamir. G'or devorlaridan eng qadimgisi Ispaniyadagi Altamir, Fransiyadagi Lasgo, Boshqirdistondagi Kapova g'orlaridan topilgan ekan. Xo'p, shu bilan azizlar, darsimiz tugadi. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Podpisatsiya bosinglar, like bosinglar, meni qo'llab-quvvatlanglar. Agar boshqa mavzulardan ham kerak bo'ladigan bo'lsa, shu mavzular bo'yicha ham dars chiqaraman inshaalloh. Xayr, sog' salomat bo'ling.